Mana bu Makka shahridagi Kisloq mehmonxona ko'rinishi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, beshinchi va oxirida to'rtinchisi joylashgan bo'lib, mana bunday qalqo'shasida joylashtirilgan barchasi. Barchasining birinchi qavatida o'zga taalluqli do'konlari mavjud, bozorchasi mavjud, mashinalar turar joyi, ichkarilarda doimiy ravishda ichkaridan Makka shahriga qo'yilgan avtobuslar qatnab turadi. Al-Kisva nomli sariq rangdagi avtobusga minganlar to'g'ri shu bilan Makka, ya'ni Ka'baga yo'l olishadi. Orasida ko'priklar ham bor. Jami 36 qavatdan iborat. 30 qavati mehmonlar turar joyi, qolgan 5 qavati turli xildagi vazifalar. Birinchi qavati resepsiya, ikkinchi qavati oshxona, uchinchi qavati restoran, to'rtinchi qavati bolalar turar joyi va beshinchi qavati namozgoh.